Xo'p, demak 15 bilan 16 tushmay qolgan videoga. O'shaning uchun boshqatdan zapisni qilyapman. Xullas, texnik endi nosozliklar bo'lib turadi-ku. Xo'p, 15 ta nima degan qaranglar. Each of four particles move along an x-axis. Their coordinates in meters as functions of time in seconds are given by which of these particles is spinning up t katta noldan. Shu to'rtta zarrachani x tenglanmalar belgilagan aytyaptiki, qaysi holatlarda tezlanuvchi harakat bo'ladi. Xo'p, tezlanuvchi harakat bo'lishi uchun bizda tezlik ham tezlanish ham yo musbat bo'lishi kerak yoki manfiy bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Bittasi manfiy, bittasi musbat bo'lsa, u sekinlanuvchi harakat hisoblanadi. Xo'p, birinchi tenglamadan hosil olamiz, tezlikni topamiz. -8.1 t kvadrat. Ani topsak -16.2 t. T'larning o'rniga musbat son qo'yadigan bo'lsa, ikkisi ham manfiy, ikkalasi manfiy bo'lsa, demak tezlanuvchi harakat bo'ladi. Ikkinchi tenglamani ham demak hosil olamiz x bo'yicha. V'miz musbat, t'miz ham a'miz ham hosil olsak musbat bo'ladi. Ikkalasi ham musbat bo'lsa, demak tezlanuvchi. Uchinchi holatda ham musbat bo'ladi, sababi hosil olsak 5.4 t, to'g'ri mana yozamiz hozir. Uchinchi holat. Bu mana 4 ta, 3 emas. Xo'p, v ni topsak 5.4 t bo'ladi. A ni topadigan bo'lsak, shundan ham hosil olamiz 5.4 bo'ladi. Ikkalasi ham musbat. Xo'p, 4-holat desa ikkalasi ham manfiy, demak shuning uchun tezlanuvchi harakat hisoblanadi. Keyingisi, an object starts from the rest of the origin and moves along the x-axis with a constant acceleration of 4 meters per second quadrat. Its average velocity as it goes from x equal 2 meter to x equal 8 meter is. Hop, ya'ni jism tinch holatda harakatlana boshladi. O'zgarmas tezlanish bilan deyapti, x o'qi bo'lib harakatlanmoqda. 2 metrdan 8 metrgacha nuqtaga ko'chganda o'rtacha tezligini topishimiz kerak. Hop, 0 dan boshladi harakatini. Qaranglar, men chizmasini ham chizganman, boya zapis qilmay qo'yganda. 0 dan harakatini boshladi, 2 gacha demak necha sekund vaqt ketishini topib olamiz. Buning uchun mana formuladan foydalanamiz. Bu formuladan demak 2 ga tenglaymizda, boshlanish tezligi 0 bo'lgani uchun 0 qo'yamiz. Faqat mana bu a kvadrat taqsim 2 degan koeffitsient hadimiz qatnashadi bizda. Va 2 qayerdan keldi? A ni 2 ga bo'ldik, ya'ni 4 ni 2 ga bo'lsak 2. Shu yerdan t1 topdik. 0 dan 2 gacha 1 sekundda kelar ekan, keyin 0 dan 8 gacha esa xuddi shu usulda 2 sekundda kelar ekan va o'rtacha tezlik topish uchun biz ko'chishni vaqt o'zgarishiga nisbatan olamiz. Ya'ni ko'chish 8 dan 2 ni ayiramiz 6, pastda demak 2 dan 1 ni ayiramiz 1. Demak javobi 6 chiqadi. Ana endi 17 dan boshlab ketaveradi yog'iga. Yo'q, 17 ham yozilmagan, 17 ni ham aytib o'tishim kerak. Of the following situation which one is impossible, ya'ni qaysi birisi to'g'ri emas. Bu yerda hammasi to'g'ri. Sabab birinchisi jismning tezligi sharqqa, tezlanish ham sharqqa yo'naladi. Ya'ni a body having velocity east and acceleration east, ya'ni ikkalasining yo'nalishi ham yana body having deyapti. Yo'nalganki nimaga? Sharqqa, ya'ni ikkalasi ham sharqqa bo'lsa, demak tezlanuvchi harakat bo'ladi, bilamiz. Endi aytibdi, a body having velocity east and acceleration west, ya'ni tezligi sharqqa, tezlanishi g'arbga. Bunday bo'lsa, sekinlanuvchi harakat bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Jism tezligi 0 ga teng, ammo tezlanishi 0 dan farqli. Siz javobga qaranglar, mana bu narsa. Ya'ni jism tinch holatdan boshladi harakatini, u holatda tezlanishi bo'ladi-ku. Tezlanishi 0 emas. Shuning uchun bu ham to'g'ri. Jism o'zgarmas tezlanish va o'zgaruvchan tezlikka ega. Bu ham to'g'ri, sabab mana erkin tushish tezlanishini yaqqol misol keltirganmiz. O'zgarmas tezlanishda tezlik ortib boruvchi shaklda ko'rinsak bo'ladi yerga tushayotgan jism. Xo'p, shunday qilib E javob bo'ldi. Ya'ni jism o'zgarmas tezlik va o'zgaruvchan tezlanishga ega. Nimaga unaqa? Chunki jism tezlanishi o'zgarmas bo'lsa, tezligi o'zgarmas bo'lsa, tezlanishi 0 ga teng bo'lishi aniq. Tushunarlimi? Ana shuni qo'shib olamiz endi videoga. Keyingisi, throughout a time interval while the speed of a particle increases as it moves along the x-axis, its velocity and acceleration might be
ya'ni positive and negative respectively degani bu mos ravishda degan, bu yog'iga tushmay qolgan. Shu mos ravishtani o'qimay ketaveramiz. Negative and positive, negative and negative, negative and zero, positive and zero. Xo'p. Vaqt oralig'i davomida x o'qi bo'ylab harakatlanayotgan zarrachaning tezligi ortib bormoqda. Bu vaqtda uning tezligi va tezlanishi mos ravishda qanday bo'lishi mumkin? X o'qi bo'ylab harakatlanayotgan zarrachaning tezligi modulo ortib bormoqda. Ya'ni modulo ortib borgan tezlanuvchi harakat degani bu. Tushunarlimi? Tezlanuvchi harakat bo'lishi uchun boya aytganmiz. Nima deganmiz boya? Demak, musbat bo'lsa ham, demak, ikkalasi ham musbat bo'lsa ham tezlanuvchan. Manfiy bo'lsa ham, demak, nima? Tezlanuvchan hisoblanadi ekan. Ana shularni bilgan holatda biz kelib chiqamiz endi. Musbat nol emas, manfiy nol emas, manfiy mana C javob bo'ladi. Tayyor. Tushunarlimi? Bo'ldi. Boshqa qotiradigan joyi yo'q buni. 18 ham C javobiga. Keyingisi. A particle moves on the x-axis when its acceleration is positive and increasing. Yani its velocity must be positive, its velocity must be negative, it must be slowing down, it must be speeding up. None of the above must be true. Hop, zarracha x o'qi bo'ylab harakatlanmoqda. Uning tezligi, ya'ni tezlanishi musbat va ortib borayotgan bo'lsa, ya'ni musbat va ortib borayotgan bo'lsa degan shu tezlanuvchi harakatda t dedik, mana ikkalasi bor. Uning tezligi albatta musbat bo'lishi kerak. Xo'p, o'rtoqlar, mana yana bitta muhim pallasiga keldik desa ham bo'ladi. Bu yoqqa koordinatani ham hisobga olishimiz kerak. Mana shu yerga. Xo'p, qaranglar. Tezlanish musbat bo'lib tezlanuvchan harakat dedimi? Demak, uning tezligi albatta musbat bo'lishi kerak degan narsa bo'lmay ekan. Qaranglar. Bunday holat bo'lishi uchun bizda manfiy bo'lib tezlik va x o'qiga, ya'ni chapga harakatlanayotgan bo'lsa, shuni 0 dan kichkina bo'lsa ham tezlanuvchi harakat bo'lar ekan bizda. Bu aytyapti, uning tezligi albatta musbat bo'lishi kerak. Yo'q, manfiy bo'lsa ham tezlanuvchan bo'ladi. Xo'p, uning tezligi albatta manfiy bo'lishi kerak. Yo'q, buni ham rad etamiz. Chunki u demak 0 dan katta bo'layotgan bo'lishi mumkin tezligi va x ham 0 dan katta. X o'qi bo'ylab harakatlanayotgan bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Ya'ni bir narsani e'tibor qilinglar. X o'qi bo'ylab degani 0 dan katta x o'qi bo'ylab 0 dan katta harakatlanayotgan bo'lsa, x o'qi bo'ylab deyiladi. Misol uchun bunga nima deymiz bo'lmasa? Bu x o'qiga qarama-qarshi shakllanuvchi harakat bo'lsa, tezlanuvchan bo'ladi. Xo'p, b. Bu ham tezlanuvchan bo'ladi. Musbat bo'lishi ham mumkin. U albatta sekinlashayotgan bo'lishi kerak. Yo'q. Sekinlashayotgan bo'lishi, mana aytdik-ku, tezlashayotgan bo'lishi ham mumkin. Sababi x 0 dan katta chunki. U albatta tezlashayotgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi kerak. Ya'ni x v 0 dan katta bo'lishi kerak deb. Yo'q, x v emas 0 dan kichkina bo'lib, koordinat o'qiga teskari ravishda, ya'ni ortga qaytayotgan bo'lsa ham tezlanuvchi harakat bo'ladi. Demak, yuqoridan birortasi albatta to'g'ri bo'lishi shart emas degan javobimiz bo'ladi bizda. Ya'ni birortasi ham to'g'ri emas. Ya'ni hammasi to'g'ri kelishi mumkin deb bu yoqda. Ya'ni musbat bo'lishi kerak desa, bunga ham demak qarama-qarshi demak javobimiz bor. Manfiy bo'lishi kerak desa, bunga ham qarama-qarshi javobimiz bor. Xullas, nazariyalar o'rtoqlar sal o'ylanib ishlamasak aldab qo'yar ekan bunda Green'i nazariyalar. Hop, keyingisi the position y of y of a y emas endi nima deb o'qilarkan? Y deb o'qilardi. Of a particle moving along the y-axis depends on the time t according to the equation y equal a t
minus b t kvadrat. The dimension of the quantities and b are respectively. Ya'ni y oki bo'ylab harakatlanayotgan zarrachaning y koordinatasi vaqtga bog'liq ravishda y teng a t minus b kvadrat tenglama bo'yicha o'zgaradi. A va b kattaliklarning o'lchov birliklari mos ravishda nimaga teng degan savol berilgan. Demak, bu yerda murakkab narsa yo'q. Ya'ni y teng a t minus b t kvadrat. Hop, l qayerdan keldi degan narsa xayollaringizga o'tmasin. Chunki bu nima deydi, qaranglar, y ni l deb olib ketyapti. Ya'ni masofaga to'g'ri keladigan koeffitsient topishimiz kerak hozir biz. Hop, ya'ni aytishimiz mumkin, masofa a t ga teng bo'lishi mumkin. Sababi masofa s teng v t degan kattalikni bilamiz-ku biz. O'shandan kelib chiqqan holatda l taqsim t bo'ladi. Ya'ni masofamiz b mabda t qolib ketdi. B t kvadratga ham teng bo'lishi mumkin. Sababi a t kvadrat taqsim 2 degan narsamiz tenglamamiz bor bizda. Ya'ni uning ham birligi nimada bo'ladi? Masofasi metrda chiqadi. O'shaning uchun demak, buni ham tenglasak, bu yoqdan b ni topsak, l taqsim t kvadrat degan tenglamani olar ekanmiz biz. Bo'ldi. Mana shu javob bo'ladi. Qaysi javobda u? C javobda ekan. Tushunarlimi? Hop, keyingisi, a particle moves along the x-axis according to equation x equal 6t quadrat, where x is in meters and t is seconds. Therefore, the acceleration of the particle is 6 meter per second quadrat. T cannot be negative. The particle follows a parabolic path. Each second, the velocity of the particle changes by 9.8 meters per second. None of the above. Hop, zarracha x o'qi bo'ylab deyapti, x 6t kvadrat tenglama bo'yicha harakatlanmoqda. Bu yerda x metrda, t esa sekundda o'lchanadi. Shunga ko'ra zarrachaning tezlanishi 6 ga teng, t manfiy bo'lishi mumkin emas. Zarracha parabola trayektoriyasi bo'ylab harakatlanadi. Har sekundda zarrachaning tezligi demak nima deyapti? 9.8 metr taqsim sekundga o'zgaradi. Yuqoridagilarning birortasi to'g'ri emas ijod. Xo'p, v ni topamiz, 12t bo'ladi. Hosil olsak bitta. Hop, a ni topsak, v dan yana hosil olsak 12 ni o'zi bo'ladi. Demak, birinchi javob ham xato, d javob ham xatoligini bilamiz. Hop, c javob ham xato. Nimaga? Aytayapti, zarracha x o'qi bo'ylab harakatlanadi degani uchun, parabola harakatlanishi uchun nima bo'lishi kerak? Qaranglar, faqat x yetarli emas-da parabola uchun. Parabola uchun ham y da, ham x da harakatlanish kerak. Ya'ni bu to'g'ri chiziqli harakat qiladi deyapti. To'g'ri chiziqli harakat hech qachon parabola bo'lmaydi. Hop, sizlar yo'lning grafiki bilan adashtirmanglar-da buni. Yo'lning grafiki parabola shaklida bo'ladi, to'g'ri, lekin jism trayektoriyasi parabola shaklida bo'lmaydi, to'g'ri chiziqda bo'ladi. Hop, keyin e javob ham demak xato, chunki mana bu b javobimiz bor. Vaqt manfiy bo'lishi mumkin. To'xtanglar, e javob to'g'ri demoqchiman. To'xtab turinglar, mana adashman. B javob ham xato. Nimaga? Chunki vaqt manfiy bo'lishi mumkin ekan azizlar. Chunki qaranglar, mana sizlarga bitta misol aytaman hozir. Misol uchun siz yo'lga chiqdingiz soat 12:00 da. To'g'rimi? Sizning 13:00 dagi koordinatangiz aniq. Ya'ni undan keyingi koordinatalarni demak topishingiz kerak. Lekin hozir siz 12:50 dagi koordinatani topishimiz uchun biz vaqtni
-10 minut deb olib ketamiz ekan. Mana men o'rgangan narsam bugun ikkinchi narsam bo'ldi. Vaqtni demak minus deb olib ketamiz ekan kinematikada. Hozir misol uchun 10 minutdan keyin mana 12 da yo'lga chiqdingiz. Soat 1 dan keyin 10 minutdan keyingi koordinatalaringizni topmoqchi bo'lsangiz, t o'rniga misol uchun 10 minut qo'yib ketasiz. To'g'ri, plyusdan qo'yib ketasiz. Lekin 10 minut oldingi 12:50 dagini topishimiz uchun t o'rniga -10 minut qo'yib ketamiz. Ya'ni vaqt manfiy bo'lishi mumkin. Bu orqaga oqadi degani emas vaqtni. Bu oldingi hodisani demak koordinatasini topish degan ma'noda kelyapti. Xo'p, bo'ldi. Keyingisi demak over a short interval near time t equals 0 the coordinate of an automobile is meters is given by xt equal 27t minus 4t cup, where t is in seconds. At the end of 1 second the acceleration of the out is. Ya'ni vaqt 0 nuqtaga yaqin qisqa vaqt oralig'ida avtomobilning koordinatasi tenglama berilgan. Bu yerda t sekundlarda o'lchanadi. 1 sekund vaqt tugaganda avtomobilning tezlanishi nimaga teng? Xo'p, azizlar, vaqtni tak demak x tenglama berilgan, biz a tenglamani hosil qilamiz bu yoqda. 2 marta demak nima qilamiz? Hosil olamiz. 2 marta hosil olsak nima bo'ladi? Xo'p, birinchi martada -12t kvadrat va ikkinchi martada -24t ni o'zi bo'ladi. T o'rniga 1 qo'ysak mana -24 bo'lib turaveradi. Qaysi javob? E javob. Bo'ldi, keyingisi. Over a short interval starting at time t equals 0 the coordinate of an automobile in meters is given by x equal 27t minus 4t cup, where t is in seconds. The magnitudes of the initial velocity and acceleration of the out respectively are depth. Ya'ni mos keladiganini topyapti teng nolda. Qisqa vaqt oralig'ida avtomobilning koordinatasi tenglama bilan berilgan. Bu yerda demak t sekundlarda o'lchanadi. Avtomobilning boshlang'ich t teng 0 bo'lganda tezligi va tezlanish modullari mos ravishda nimaga teng? Xo'p, ya'ni biz hozir nima qilamiz? V ni topamiz. V ni topishimiz uchun x dan demak 1 marta hosil olamiz. 27 ayrilgan 12t kvadrat. Xo'p, a ni topishimiz uchun ana shu hosil olganimizdan yana hosil olsak bo'ladi. Ya'ni v dan hosil olamiz. -24 demak nima bo'ladi? -24 t'ning o'zi bo'ladimi? Ha, shunday bo'ladi. Endi t teng 0 bo'lganda hozir t o'rniga 0 qo'ysak v miz 27 chiqadi. Bu yoqda esa t o'rniga 0 qo'ysak a miz 0 chiqadi. Shunday qilib javobimiz qaysi bo'ladi? C javob bo'lar ekan bizda. C. Mana C javob. Tushunarlimi? Demas C. Hop, keyingisi. At time t equals 0, a car has a velocity of 16 meters per second. It slows down with an acceleration given by -0.5t in meters per second quadrat for t in seconds. It stops at t to'xtaydi. Vaqt qanchada to'xtaydi deyapti. Ya'ni 0 bo'lgan lahzada avtomobilning tezligi 16 metr taslim sekundga teng. U sekundlarda o'lchanadigan bo'lsa, -0.5 ta tezlanish bilan sekinlashadi. Avtomobil qanday t vaqtda to'xtaydi degan. Xo'p, demak, nima qilamiz? To'xtash uchun bizga v ni 0 ga tenglashimiz kerak. V ni 0 ga tenglashimiz uchun esa v t ni topishimiz kerak. V t ni topishimiz uchun esa a t dan nima qilishimiz kerak? A t dan
boshlang'ich olishimiz kerak. V shunda VT kelib chiqadi bizda. Xo'p, to'xtanglar, mana shu yozuv juda bir jirkanch bo'lib ketyapti-da. Shu planshet olguncha baribir sabr qilib eshitib turamiz endi. Planshetni xudo xolasa olamiz. VT ni topishimiz uchun boshlang'ich olishimiz kerak A-dan. Ya'ni teskari amal. A ni topishimiz uchun V dan hosil olamizki, shunga teskari. Xo'p, minus 0,5 t kvadrat taqsim 2. Ya'ni shuni men t kvadrat taqsim 4 deb ketaman-da endi. Chunki boshlang'ich olinsa hozir darajasiga bo'lib olardik. Hozir bo'lib bo'lsak, ya'ni 2 ni yana 2 ga bo'lsak nima bo'ladi? 4 bo'ladi. T kvadrat taqsim 4. Plus nimasi ham bor buni qaranglar. S degan kattalik ham bor. Mana S ni nima deb ketamiz hozir biz? V ni tenglamasi bo'lgani uchun V0 deb ketamiz. Ya'ni minus t kvadrat taqsim 4 plus V0 teng bo'lyapti 0 ga. Xo'p, ya'ni tezlikning demak tenglamasi bo'lgani uchun ozod hadimiz boshlang'ich tezlikka teng bo'ladi. Chunki aytayapti 0 vaqtdagi tezligini beryapti. Va nimaga 0 ga tengladik? Chunki to'xtaydi, qancha vaqtda to'xtaydi degani uchun. Hop, bu 16 ga teng bo'lsa, minus t kvadratimiz teng bo'ladi 4 kara 16 ga. Minusdan albatta, chunki 16 bu yoqqa o'tib ketsa hozir minus bo'ladi-ku. Shuning uchun minus 4 ko'paygan 16 bo'ladi. Ana shudan t ni topadigan bo'lsak, 8 chiqadi bizda. Chunki 64 dan ildizimiz 8. D javob bo'lar ekan 24 dan. Xo'p, keyingisi. At time t equals 0, a car has a velocity of 16 meters per second. It slows down with the acceleration given by minus 0.5 t in meters per second quadrat for t in seconds. At the end of 4.0 second it has traveled. Ya'ni bular inglizlarda shunaqa narsa bor ekan. 4 bo'lsa 4.0 deb yozish kerak. Nimagadir shu misol uchun 0.50 deb yozib qo'yib, qarang 0.5 deb yozamiz-ku biz, minus 0.5 deb. Shuni 0.50 deb yozib qo'yibdi. Xo'p, ya'ni 0 sekunddagisi tezligi bor, xuddi shu boyaga tenglama. Endi aytib 4 sekund tugaganda avtomobil qancha masofani bosib o'tadi deyapti. Xo'p, qaranglar. Bizga masofani topishimiz uchun st kerak. Ya'ni to'g'rirog'i koordinatasi, ya'ni xt kerak. Xt uchun esa bizga tenglamasini topishimiz uchun a dan demak 2 marta hosil olishimiz kerak. Chunki 1 marta hosil olsak v ni beradi-ku. Boshlang'ich olsak, uzr. 1 marta boshlang'ich olsak v ni beradi, 2 marta boshlang'ich olsak t ni beradi. Xo'p, bu aniq integral, yana bitta narsa aytib o'tishim kerak sizlarga. Aniq integral. Xo'p, ya'ni 0 dan 4 gacha integrallaymiz hozir buni. 2 marta integral olishimiz kerak. 2 marta integral olganimizda 1 marta integral olganimizda hozir boyagi narsa chiqdi-ku bizda. Qaranglar mayli. 1 marta integral ichida hozir minus t kvadrat bo'lingan 4 plus v0. To'g'rimi? Hozir bundan ham integral oladigan bo'lsak agar, endi minus t kub bo'lingan 12 plus v0 t plus s, ya'ni ozod xat. S nimaga qo'shmayapman? Chunki bu yerda 0 dagi koordinatasi 0 ga teng baribir, boshlang'ich koordinatasi. Tushunarlimi? O'shaning uchun. Ana shuni hisoblaydigan bo'lsak agar, hozir bizda 58 u 6 chiqadi ekan. Taxminan 59 deb ketamiz. Tushunarlimi? Mana shuni hisoblasak. Qaysi javob? E javob chiqadi bizda. Hop, keyingisi. At time t equals 0, a car has a velocity of 16 meters per second. It slows down with an acceleration given by minus 0.5 t in meters per second quadrat for 14 seconds by the time it stops it has traveled. Ya'ni boyaga tenglamani to'liq
o'zi endi aytyapti, avtomobil to'liq to'xtagunga qadar qancha masofani bosib o'tadi. Ya'ni to'xtagunga qadar degani nimaga ishora beryapti? V-ni 0 ga tengla va t-ni top deyapti. Qancha vaqtda to'xtaydi o'zi u? Shuni topishimiz kerak. Ya'ni biz buning uchun vt kerak bizga. Vt. Ya'ni v ning formulasi kerak. Bu uchun esa biz a dan nima qilamiz? Boshlang'ich olamiz. a dan boshlang'ich oladigan bo'lsak, minus t kvadrat taqsim 4 degan tenglamani olamiz. Plus nimasi ham bor? V0 ham bor. Esdan chiqarmaylik ozod hadni. Teng 0 bo'ladi. Ozod hadni qachon 0 deb ketamiz? Agarda boshlang'ich tezlik 0 bo'lsa. Bu boshlang'ich tezlik 0 bo'lsa, umuman ahamiyatsiz tengla bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Hozir qo'ysak, ana shu yerdan timiz necha sekund chiqadi? 8 sekund chiqadi. Ya'ni aytyapti 8 sekundda to'xtaydi deyapti, uzr. 8 sekundda to'xtasa, demak koordinatasini topishimiz kerak endi 8 sekunddagi. Buning uchun esa boyagi koordinatani, demak 8 sekundda to'xtagunga qadar qancha masofani bosib o'tadi? Boyagi qanday formula edi bu? 4 sekunddagini topdik-a boya. Endi 8 sekunddagini topishimiz kerak. Xuddi shu formula, ya'ni t ko'p bo'lingan 12 qo'shamiz v0 t. Bu yoqda t o'rniga 8 qo'yadigan bo'lsak, 85 chiqar ekan azizlar. 100% mana shunday chiqadi. Men hozir hisoblab ko'rdim. 85 chiqadi mana shu formuladan. Точно. D javob. Tushunarlimi? Hop, 27. Starting at time t equals 0 and object moves along a straight line with velocity in meters per second given by vt equal 98 minus 2t where t is in seconds when it momentarily stops its acceleration is. Ya'ni t teng 0 lahzadan boshlab jism to'g'ri chiziq bo'ylab shunday tenglama bilan harakatlanmoqda. Bu yerda t sekundlarda o'lchanadi. Jism bir lahza to'xtagan paytda uning tezlanishi nimaga teng deyapti. Xo'p, yaxshi. To'xtagan payt uchun qancha vaqtda to'xtashini topishimiz uchun biz nima qilamiz? Vt ni 0 ga tenglaymiz. Chunki to'xtagan paytda tezlik 0 bo'ladi. Xo'p, 0 ga tenglasak 98 aylingan 2t kvadrat teng 0. Mana shundan 2t kvadrat bu yoqqa o'tkazsak, t kvadrat 49 bo'ladi va t ni topsak 7 ga teng bo'ladi. Xo'p, ana endi a ni topishimiz uchun bizga nima kerak? A ni topishimiz uchun a ni topishimiz uchun v dan hosil olishimiz kerak. Hosil oladigan bo'lsak, hozir biz bundan minus 4 kara t hosil bo'ladi. Minus 4 ni 7 ga ko'paytirsak, minus 28 degan natijani olar ekanmiz. Qaysi javobda? D javobda. Tushunarlimi? Keyingisi. Starting at time t equals 0 and object moves along a straight line, its coordinate is meters is given by x equal 75t minus 1t cup, where t is in seconds when it momentarily stops its acceleration is. Ya'ni xuddi shu tenglama yana to'xtagan paytdagi tezlanishi nimaga teng deyapti. Xo'p, to'xtagan paytdagi degan uchun kalit so'zimiz vt ni 0 ga tenglaymiz. Vt ni topishimiz kerak avvalambor. Vt ni topishimiz uchun bizga x dan hosil olishimiz kerak. Hosil oladigan bo'lsak 75. Xo'p, minus 3t kvadrat bo'ladi. 3 oldinga tushadi. Ana shu narsani 0 ga tenglasak, t kvadrat necha chiqadi hozir? 25 dan 5 chiqadi-ku. 5. Xo'p, endi a ni topishimiz kerak. A ni topishimiz uchun esa v dan hosil olamiz yana. Hosil olsak minus 6 kara t bo'ladi. Xo'p, minus 6 ni nima qilamiz? 5 ga ko'paytiramiz va minus 30 degan natijani olar ekanmiz. Qaysi javobda? C javobda. Bo'ldi, ketdik. A car initially at rest travels 20 meters in 4 along a straight line with constant acceleration. The acceleration of the car is, ya'ni savol chaqir ekanda bu acceleration necha bo'lishi kerak? Ya'ni nechaga teng degan ma'noda. Boshlang'ich holatda tinch turgan avtomobil to'g'ri chiziq bo'ylab o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanmoqda. Tezlanishni topish kerak. Bu oddiy endi s teng a kvadrat taqsim 2
formuladan chiqadi. Endi oddiy masalalar ham bor ekan bitta ikkita. Ko'p emas lekin bitta ikkita. Hop, ani topsak shu yoqdan 2,5 chiqadi. Chunki 40 ni bo'lishimiz kerak 16 ga. C javob bo'ladi. Xo'p,